O'sha farqli ibodat qilishligimizda mana qo'l ko'taramiz, raf'u-yadan qilish masalalarida, qo'l bog'lash masalalarida, ko'ksiga ko'taradi qo'lini, farqli ibodat qilamiz, amin masalalarida. Bularni nima uchun qaytarilyapti? Nima uchun qaytarilyapti? Muhtaram azizlar, buni ortida ixtilof bor, buni ortida fitna bor. Fitnaga sabab bo'lib qolyapmiz. Ixtilofga sabab bo'lib qolyapmiz. Mayli sunnat amaldir, mayli mustahab amaldir. Oddiy sunnat mustahab amallar ustida nima ixtilofga tushib qolyapmiz. Fitna yuzaga kelishiga sabab bo'lyapti. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam fa iza ra'aytum ixtilafan, agar sizlar ixtilofga tushib qoladigan bo'lsangiz, ixtilofni ko'rib qoladigan bo'lsangiz, fa alaykum bi sabadil azam, katta jamoani o'zingizga lozim tuting deyaptilar. Qaytaryaptilar fitnaga, ixtilofga tushib qolishlikdan. Fitna chiqyapti. Farqli ibodat qilishlikda musulmonlarning o'rtasida ixtilof, fitnaga sabab bo'lib qolyapti, muhtaram azizlar. Fitna uyquda. Kim uni uyg'otadigan bo'lsa, Allohning la'nati bo'lsin dedilar Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Bizga shu kerakmi? Bugun musulmonlar ittifoq bo'lish, bugun musulmonlar hamjihat bo'lish, qo'lni qo'lga berish eng to'g'ri yo'l, eng salomat yo'l mana shu. Bitta mazhab ostida chiroyli, go'zal ibodat qilish. Mana shu erta qiyomatda bizga yutuq bo'ladi, favz bo'ladi. Ibodatimiz qabul bo'lishligi ham oson bo'ladi mana shunda.